Assalomu alaykum. Meni ismim Rasulov Qudratbek. Konkuk universitetiga bahorgi semestrga o'z vizamni qo'lga kiritdim. Annyeonghaseyo yorobun. Mening ismim Risolat. Men bahorgi semestr uchun o'z region vizamni qo'lga kiritdim. Assalomu alaykum. Mening ismim Mavluda. Men bahorgi semestr uchun o'z region vizamni qo'lga kiritdim. Assalomu alaykum. Men Hajrayeva Begim Janubiy Koreyaning Sunmyon Yojatayakko universitetiga 60% scholarship bilan bahorgi semestrga o'qishga kirdim va o'z vizamni qo'lga kiritdim. Taassurotlar juda ham zo'r. Hammanglarga 12/1da tavsiya qilamiz hujjatlaringlarni tayyorlashinglar. Taassurotlarim juda yaxshi, chunki men viza chiqadi deb o'ylamadim. Taassurotlarim juda ham zo'r. Taassurotlarni ifodalab bo'lmaydi. Birinchi marta shu vizani qo'lga kiritdingiz degan paytda o'sha ham o'ta xursandchiligimda ko'z yoshlari kelgani o'qib narsalar bo'lmaydi mana. Meni birinchi vizamni olganimda taassurotlarim bu so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. O'ta xursandchiligimdan ko'z yoshlar chiqib ketgan edi. Region vizani qulayliklari 1 oylik KDB bank, ota-ona yillik ish haqi va mol-mulkka talab etilmasligida. Region vizani qulayliklari juda ham zo'r. Bu haqida to'liq ma'lumotni agentsiyaning o'zi beradi. Hali tushuntirish qiyin-da. Umuman hali boshqa joyda umuman hujjat qilib qilmadim-da shu paytgacha. Chunki bilardim, sheyda oxirigacha qilib, sheyda hozir olyaptimi-ku? Olyapti. Ha. 12/1 agensiyasi haqida meni fikrlarim, to'g'risini aytsam, juda ham fikrlarim ko'p, chunki ancha vaqtdan beri shu 12/1 bilan dokumentlar, hujjatlar masalalari bo'yicha birga harakat qilib tayyorlanib keldik. Nihoyat mana oxiri maqsadlarimizga mana shu agensiya bilan erishdik. Boshqa joylarda hujjat tayyorlamadik, chunki bilardim, shu yerda oxirigacha harakat qilib o'z vizamni qo'lga kiritishimga ishonganligim uchun shu yerda to'xtamasdan oxirigacha harakat qildik. Xudo xohlasa hammaga kattakon rahmat. Shu narsalarga erishishimizda albatta sizlar ham katta sababchisizlar. Bundan keyingi holatlarda ham hammanglarga omad tilab qolaman. Agensiya haqida fikrlarim juda a'lo. Barcha xodimlariga minnatdorchilik bildiraman. Agensiya haqida fikrlarim a'lo darajada. Meni qo'llab-quvvatlab, yordam berganlar barcha insonlarga katta rahmat. Tengdoshlarimga beradigan avvalo birinchi maslahatim albatta topik darajalarni yanada yuqori qilish. O'tkaz olgan ukalarimiz bo'lsa, ularga ham to'xtab qolmaslikni, oxirigacha maqsadlar uchun albatta harakat qilishliklarini maslahat bergan bo'lar edim. Tengdoshlarim, shogirdlarimga maslahatim, kim nima deyishidan qat'iy nazar, oxirigacha maqsadinglar uchun kurashinglar. Negativga e'tibor bermanglar. Yomon gaplarga, "Yo, eplolmaysan, qo'lingdan kelmaydi." Bunaqa gaplarni chekkaroqqa surib qo'yib, duoda bo'lib, astoydil o'rganishsa tildi. Обязательно e'tiborlashadi o'zi maqsadiga. Yorobun 7-mart kuni Koreyada ko'rishguncha. Kamsahamnida. Yorobun 7-mart kuni Koreyada ko'rishguncha. Yorobun 6-mart kuni Koreyada ko'rishguncha. Rahmat katta. 12/1 agency maqsad sari birgalikda. 12/1 agency maqsad sari birgalikda.